Biznesni avtomatlashtirishdagi 3 ta asosiy xato. Birinchi xato vazifani aniq qo'ymaslik. Ko'pchilik biznes egalari va biznesni boshqaruvchilar integratorni chaqirib, bizni biznesimizni to'liq avtomatlashtirish kerak degan talab bilan boshlashadi. Aslida maqsadni to'liq qo'yib nimaga degan savolga javob olish kerak. Ikkinchi xato bu xodimlarni o'qitmaslik. Yangi tizim joriy qilingandan keyin unda ishlaydigan odamlar bu sizning xodimlaringiz. Ular to'g'ri o'qitilmasa, yangi tizim ishga tushgan paytda ko'p xatolar, qarshiliklar va sabotajga uchraydi. Uchinchi xato bu hammasi o'zi ishlab ketadi deyish. Ko'pchilik biznes rahbarlari, biznes boshqaruvchilar korxonamni avtomatlashtirib qo'ysam bo'ldi deb o'ylaydi. Hammasi o'zi ishlab ketadi deb o'ylaydi. Aslida bu avtomatlashgan yangi tizimni ham har doim nazorat qilish kerak, takomillashtirish kerak, muvofiqlashtirish kerak. Biznesingizni xatolarsiz va samarali avtomatlashtirmoqchimisiz? Unda bizga murojaat qiling. 20 yildan ortiq tajribaga ega ekspertlar yordamga tayyor. Avtomatlashtirish bo'yicha foydali ma'lumotlarga ega bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling.